Barchalarga assalomu alaykum. Efus Power kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda kutilmagan kontent akalar, kutilmagan kontent. Efus nima deydi? Efus Power versus Soyibjonov Gaming akalar. Buni bilgan biladi akalar. Men o'zim bir o'yin, короче, druk desam bo'ladi. Shu bilan hozir birga bir match bo'ladi akalar. Let's go. Hozir kirishini kutyapmiz. Kirishini kutamiz akalar. Mana topdi akalar, mana kirdi. Soyibjonov eFootball kanali YouTube'da va ekranlarda bo'ladi. Esichu o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Agar men ham aktiv, endi bilasizlar, men aktiv emas. Endi ular aktiv juda ham baland. O'shaning uchun mana let's go. Короче, hozir bu yerda настройкалар to'g'rilab olamiz va biz boshlaymiz akalar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman akalar. Like payklar bosib tursanglar va shaqillatib beramiz. Xudo xohlasa. Endi Soyibjonov bilasizlar, o'yini juda ham kuchli, akkaunt ham juda ham kuchli. Shuning uchun hurmat bilan normal o'yin qilamiz. Achisiz, xudo xohlasa achisiz bo'ladi bu o'yin. Nima deyapman? Clear deydi, o'shasiz o'yin bo'ladi. Xudo xohlasa. Endi bizni qamalga olmay qo'ysa, qamalga olmasa agar normal o'yin bo'ladi. Ha. Shunaqa akalar. Ketdi o'yin akalar, match vashi. Ideal o'yinda. Hozir komandasini ko'rsataman sizlarga. Mana o'yin boshlanyapti. Okalar, hozir ko'rasizlar. Mana bu meni komandam. Meni komandam u bir balayim deydi-ku. O'shanaqa bu meni komandam. Mana bu Soyibjonov komandasi. Eski taktikalardan bittasi. O'zimiz men bir o'yin bo'lgani uchun mana shu taktikada hammamiz o'ynaganmiz. Mana bilsanglar bilasizlar akalar. Bu fon varatada. Voy! Kimlar turibdi? Bizda Van Dijk faqat bo'ldi. Let's go matchga короче. Tak akalar. O'zingizlardan so'rasak, nima gaplar akalar? Tinchmisizlar? Bo'lyaptimi? Ishlar yaxshimi? Hammasi chiki-chikimi? Mana men O'zbekiston olganman, ular Manchesterda muxlis endi. Men ham Manchester muxlisiman shuning uchun. Tak mana yerda Soyibjonov eFootball. A'zo bo'lib qo'yinglar akalar kanaliga. Juda ham open paklar ko'p bo'ladi debdi. Shuning uchun a'zo bo'lib qo'yinglar. Yangi ular ushtu bo'ladi akalar. O'yin ketdi. Let's go. Wow, smartasi yonib qolibdi bizda. Voy. Ketdi akalar. Soyibjonov, ani kontrol chotki har doimgidek. Kontrolga gap yo'q umuman. Hop. Fabio bizda. Let's go Morientes. Oppana Gucci. Yo'q, o'xshamadi. Son Xiaomin akalar, Blitzkurler nomer 1. Bu zo'r akalar, menga adashib ketdim. Golda qo'yamiz bu yerda va ishtirok bo'ldi. Va Blitz, va bizda Luris save qilmoqda akalar. Like bosinglar akalar. Bu like'lar sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar. Hali ko'p youtuberlar bilan o'ynab chiqaman. Keyingi video qaysi youtuber bilan bo'lsin akalar. Shuni ham yozib keting. Uy, Atkat tashyapti. Voy, mana bu. Sal o'xshamadi. Yo'q. Tak, oppana, yaxshi. Morientesga pas. O'xshamadi, sal. O'yin dahshat ketyapti. Hozircha bo'ladi. 0-0. Hugo Lloris. Tepadan uzatdik. Kallada endi bilasizlar, men aytdim Morientes kuchli edi, lekin bu yerda anu ham kuchli-da. Turamni bilasizlar-ku o'zlaringizda. Nomer 1 va gol akalar. 100% gol. Soyibjonov bizga birinchi gol urib qo'ydi akalar. Soyibjonov hisobda ochdi. Efus Power comeback. Qarabchi. Ani go. Mana bir to'xtab turgan akalar. Palam, давай. Oppo, yaxshi. Soyibjonov zarba, yaxshi. Achist qo'rdik. Ko'rdinglar. Tepaga pas. Va Pedriga yetmay qoldi. Turam turibdi bu yerda, bilasizlar. Ko'rdlaring o'zlaring. Turamdan umuman chiqal o'tmaydi har doim va Blitz maytda Blitz. Wow! Hatsichka Ronaldo.
O'ziga qaytaramiz. Shoshilyapmiz akalar, ko'rib turibsizlar. Pas o'tishi qiyin bo'ladi. Oy. Invalid bular akalar, invalid. Yo'q. Yaxshi. Hozircha yaxshi. Yana bitta golda. Golda to'g'ri kelmay qoldi. Hop. Soyibjonov, davay. Voy, akalar, mana bu yonib qopti-da. Ming bor uzr. Akkauntimga endi kirgan edim, o'shaning uchun. Voy, mana bu Araujo turibdi. Rashda вообще ideal. Rashda ideal holatga keltirilgan. Bu uyushtirilmagan yesichi var, ko'rib turibsizlar, вообще cho'tki o'ynaydi. O'zinglar bilasizlar, o'yinini bilasizlar buni. Double touchmi? Yo'q. Shot. Yo'q, Messi. Yo'q. Voy, saytmasmi yo'q? 2-0. Hozir biz bu yerda zo'rna saqlamiz, qaranglar. Buni bosib turib, martasini o'chiramiz. Chunki bu maraz yonib qolgan ekan. Ming bor uzr so'rayman. Buning uchun o'zimning usulimda va boshlayman. Endi yaxshi ketamiz, xudo xolasa. Nasib qilsa yutamiz. Nasib qilmasa bilasizlar, endi Sohibjonov akkaunti ham, o'zi ham, o'yini ham dahshat, hamma narsa. Yaxshi. Hozir kontrol ko'rib, va birinchidan tugaladi. 2-0 ha, voy. 50-50 kontrol, lekin bitta zarba berganman, chiqargan zarbalardan bittasi bo'ldi bu. O'zingizlar bilib turibsiz. Mutlaq ustunlik Sohibjonovda. Boshilma. Lekin bitta ritmga tush kerak. Vay lan, Vieira. Hat-trick. Zarba! Vay, bu qiyshiq qaranglar, Morientes 95 realizatsiya. Afsus. Hop. Son Heung-mindan. Patkat. Adashib bosib yubordim lekin to'g'risi. Hop. Kimga bas? Orqaga tashlang, shoshilmasdan. O'zimiz Sohibjonov bor. Morientes 2-1 akalar, 2-1. Yaxshi. Biz qaytyapmiz. Uje boshladi, qaranglar. Cho'tkinasi ko'rsataman. Tak bu komandaga borib, men zo'rg'a kuchim yetadi. Hujumni qaranglar, 105. Kim? Ruminigi bilan Eto. Voy, ikkita Blitz turibdi, ikkita qanotda. Endi Zashdan qaranglar. Araujo bilan Turan turibdi. Gap yo'q, вообще. Akkauntga qancha pul ketgan bilmadim, lekin вообще kuchli akkauntda. Вообще kuchli. Oldu akkaunt desam mana. Gareth Bale qo'ygan uning ustiga bordi. Wow. Yo'q. Morientes o'zing pastashiysan deb o'ylagan edim, lekin o'xshamadi. Qaytamiz. Shevchenkoni qo'ydi akalar. Opana. Ochilishga tashmaysanmi? Qaytdan sirazi. Va, Janluiji Buffon. Yaxshi. Sohibjonov kontrolga keladigan bo'lsa, juda ham kuchli kontrol qiladi ekan. Luris. Hozircha Luris. Ikkita gol o'tkazib yubordi hozircha.
Yaxshi. Voy. Davay. Araujo. Akalar, bizda Araujo turibdi. Hash-pash deguncha birinchi taym ham o'tib ketib qolgan ekan boy. Sezmabman, ikkita golni o'tib ketdi. Yo'q, qanday? Voy! Qanday zarba? Qanday qaytaradi deb o'ylagandim, lekin o'xshamadi. Afsus akalar. Bizda pastashadiganlar kamligi tufayli o'xshamayapti o'yin. Internetimiz ham biroz qotyapti. Yo'l to'sildi akalar, ko'rdinglar. Haqqa to'shishni ham biladi-da bu. O'zimizni mayli, tak. Neymar Juniorga pas. O'yin yaxshi ketyapti hozircha akalar. Bo'ladi. 2-1 bo'lsa ham, zato bitta gol urdik bu akkauntga akalar. Wow. Hop. O'zing. Vay akalar, men Morentesga paslashmoqchi edim. O'tmadi-yu. Pedri. Yo'q, bizda center chunki normal emas. Centerni bilasizlar o'zlaring. Striker yaxshi. Center mana. Centerga gapirib turamiz, center chiqib keldi bizda. Patrik. Gol counter. Shucha ikkalamiz ham stilimiz. Vohoy! Pas qaranglar. Yo'q, bunaqa paslar qo'yinglar endi. Qanday yaxshi. Kalada. Shoshil. Bu yerda shoshilish kerak. Chunki Araujo kapturga qo'ydi. Voy, mana G'odani 2 minut qo'shib berdi akalar, yedik. Yedik. 3-1. Yo'q! Akalar, mana ko'rdinglar, dahshat o'yin bo'ldi. Wow! O'yinga keladigan bo'lsang mana 3 ta zarba, bitta gol urdim. 10 ta zarba ya, 10 ta ya. Voy bo! Dahshat o'yin bo'ldi, qarochi. Soyibjonovga o'yin uchun rahmat deb qolamiz bu uchun. O'zi rozi bo'lganing uchun rahmat, katta rahmat deb qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek Efus Power kanali bo'ldi. Like bosasizlar akalar, comeback kutinglar. Qarochi qaytish bo'ladi ertaga. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Tinch bo'lasizlar.